E'lon bo'yicha kelayotgandim. Qani, o'tirchi. Hop, qizil diplom yutirilganmi? Uzr aka. Nikoh haqidagi guvohnomangiz yo'q ekan. Ona, qayta-qaytalab telefon qila olasizmi? Olmagandan keyin muhim joydaman. Telefon qilmang. Uzr boshliq. Endi qarichilikda, qaragandan keyin shunaqa qilib qoladi. Men sizni tushundim aka. Hujjatingizni olib, mayli kutib turing. Hop. Keyin gaplashamiz. Qani keyingisi? Mumkinmi? Hop, qani o'tirchi. Oldingi ishlagan joyingizda ma'lumotlar yo'q ekan sizda. Uzr aka, onam telefon qilyapti. Labi onajon. Bo'l, siz aytgan hamma narsani olib boraman, esimda. Uzr aka, onam telefon qilib qoldi. Uka, hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Afsuski, sizni hisobchi lavozimiga ishga qabul qila olmaymiz. Mayli aka, taqdir ekanda. Lekin sizni boshliq yordamchisi sifatida ishga qabul qilaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Meni-chi boshliq? Sendaqalarga bu yerda joy yo'q. Onangga qilgan muomalang uchun kelgan balo bizni ham olib ketmasin. Eshik orqasidan yopib qo'y. Onani hurmat qilishni o'rgansen birinchi. Alloh Qur'oni Karimda qaysi o'rinda o'ziga ibodat qilishlik, o'ziga itoat qilishligi buyurgan bo'lsa, orqasidanoq azizlar ota-onaga yaxshilik qilishlik, ota-onaga itoat qilishlikni ham yonma-yon zikr qilgan Xudo. Ajoyib narsa ekan, orqaga yuraveraymi? Ha, yur. O'sha daraxtdan o'tgandan keyin o'ng qo'lda. Voy, aka, nima qilib qo'ydingiz? Bo'ldi, xo'jayin. Xo'jayin mumkinmi? Qo'l qo'yib jo'natib yubordim. Xo'jayin mumkinmi? Uzr. Hop. Ko'rmayapsanmi gaplashayotganimni? Nima bu? Befarosat. Zarli edi-da. Menikidan ham zarilmidi. Yo'qol deyapman, ko'zimga ko'rinma. Ishlar besh, gap yo'q. Hop. Prokuraturadamiz. Mazlum odamni indamasdan ketishidan qo'rqaylik. U uyiga borib qurolini ishga soladi. U yiqilib tahorat olib sajda qilib peshonasini yerga qo'yib Allohga arz qiladi. Sajda holida Allohga arz qiladi. Ajoyib narsa ekan, orqaga yuraveraymi? Ha, yur. O'sha daraxtdan o'tgandan keyin o'ng qo'lda. Voy, aka, nima qilib qo'ydingiz?